auksionga уже mashinalar tayyorlangan. Ko'rib borayotgan hamma mashinalar xudo xolisa bugun auksionda o'ynaladi. To'liq qilib videosini oxirigacha ko'rsanglar, hammasini qo'yamiz. Aytgan mashinalar bor, siz istagan markani hammasidan bor. BMW dismi, Mercedes dismi, Lexus, Jeep, Mustang, qizig'i hamma mashinamiz xudo xolisa bor ekan. Gap so'z yo'q, gap so'z bo'lishi mumkin emas deydi. Mustang mashinasi. Bu Mustang mashinasi nech pul bilan boshlanadi deb o'ylaysiz? Kapot almashadi. Bu Kiriloni o'zini qilsa bo'ladi. Narigi Kiriloni ham o'zini qilsa bo'ladi. Hech narsa bo'lmagan. Bitta kapotida muammosi bu qora plastmassani almashtirish kerak. Qizig'i bu mashina 30,000 dirham bilan auksion bahosi boshlanadi. 30,000 dirham nech pul bo'ladi? 36,600 bo'lganda 10,000 dollar bo'ladi. Salkam 8,000 dollar bilan Mustang mashinasi gap so'z yo'q. Olinsa 10,000 dollarga shu mashina olinadi. Mustang mashinasini 10,000 dollarga. Bitta kapot almashadi. Unaqa strashniy emas. Ko'rib turibsizlar. Umuman unaqa strashniy emas mashinani. Udari nima bo'lgan? Bu mashina olib kelinayotganda nimadir bo'lgan. 2024-yil Mustang mashinasi 8,800 dollar bilan вообще нереально, серьезно. Motorni qaranglar, 2024-yil 3 litr bo'lgan ekan, 3 litr almashadi. Lekin mashina 8,000 dollarga Mustang. Shali. Hozir Cobalt olsangiz ham, Cobalt ham salonni qarang. Saloni shunaqa bitta himchisiga qilinadi. Turib chang bo'lib ketadi bu yerda ko'proq. Qolish kerak. Mers. Bu ham shunaqa ekan. Bu yerda o'zimizni boshqacha ekan. Taxo deb, taxo emas ekan bu. Suburgan degan mashinamiz ekan. Lekin Jeep mashinasiga maza qildim. Jeep mashinasi ham 8,800 bilan boshlangan ekan. Qoyil 8,800 dollar bilan Jeep mashinasi. Buni udari вообще shkalati hech narsa bo'lmagan. Abisovka almashadi fara bilan. Kapoti o'zi bo'ladi. Bemalol o'zi chiqaradi. Даже buni o'zimiz O'zbekistonda katta ekan, kichkinaroq bo'lganda bunaqa joylarni kosmetika qilib, ideal qilib, go'zal qilish bo'ladi. Qoyil. Lekin keladigan joyi. Mashina olaman deyapsiz, qanaqadir Malibumi, nimadir mashina olaman deyapsiz. Yoqmayapti. Bundan ko'ra keling, oshna og'ayingiz bilan ham bir yo'li aylanib dam olib ketasiz. Kelib balki manaqa bitta bahaybatidan bosib yuborasiz agar sizga shunaqa laboga o'xshaydigan mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa bahaybatidan bosib yuborsangiz ham bo'ladi. Oshna og'ayini bilan kelib Malibu oladigan pulingizga shu yerdan o'zingiz sotib olib, o'zingiz topsangiz ancha arzon tushadi. O'ylang, Malibu oladigan pulingizga siz Range Rover olsangiz. Range Roverda ham bu yerda mashinalar unaqa uqalanib ketganlari bo'lmaydi. Ozgina urilgan, ozgina qirilgan shunaqa mashinalar bo'ladi. Absolutni unaqa qiynalgan mashinalar bega auksionga qo'yilmaydi. Amerikadan keladi ko'proq. Shuning uchun mana Malibu mashinamiz. Voy, Malibu deydim. Malibu mashinamiz turibdi. Malibu mashinasini nech pul deysizlar Dubayda? Malibu 2017-yil mashina 12,500 dirham. 12,500 dirham. Xo'p, 3,600 7,000 3,000 Malibu mashinasi nech pul deb o'ylaysiz Dubayda? Bitta ko'ramizmi? Malibu mashina 2017-yil 12,500. O'zimizni dollarga keladigan bo'lsak, o'zimizni debman so'mi bizda. Dollarga chaqadigan bo'lsak, bu Malibu mashinani 3,5 ming pul bilan olsangiz bo'ladi. O'ylang, mashina ideal holatda. Hamma yo'g'i bu avariyaning holatda emas, ozgina chaqachukasi bor ekan, shunaqa. Lekin mashinani urilgan, netgan joylarini umuman ko'rmayapman. Krilo sepilgan. Usta bo'lganim uchun bitta qarashda bilaman, sepilgan, sepilmagan detalni. Allohga shukr, buning uchun ham o'zimdan o'zim usta bo'lib qolmaganman, lekin shunaqa darajada
Bu yerda orqa krilosi yapilgan. Lekin mashina Malibu mashinasi. Полный kraska qilingan holatda bo'lsa ham $3,5 вообще kepay narx. Shunaqa gaplar. 3,5 bilan bu mashina o'ynaladi. Amerikanskiy varianti, mashina salonlari ham unaqa yomon holatda emas, ideal holatda. Endi 3,5 ga nima kutasiz aka? 3,5 ga bizda Mat seriya. Dubayda bo'lsa 3,5 ga Malibu 2 mashinasini xarid qilsangiz bo'ladi. Qoyil, hayratlanayotganim. Lekin buni O'zbekistonga olib borguncha to'g'ri, rastamoshkalar bilan shu biz o'zimizni mashinani puliga tushib qolsa kerak, yili eskiligi uchun. Endi ular haqida ham to'liq video qo'yaman. Nech pulga olib ketsangiz bo'ladi. Nech pul ketadi? Bu haqida ham albatta qo'yaman. Rastamoshkani yili eski mashinaga qancha to'laysiz, yili yangi mashinaga qancha to'laysiz. Bu haqida ham albatta video qilib qo'yamiz. Shunaqa gaplar akalar. Mers 300 sveti juda ham xunuk ekan. Seriya svet Mersga meni Fukusim bilan hamma Fukus haqi yarashmaydi. 49600. Xo'p. 36600 $10,000 bo'ladi. 49500 hozir hisoblashga ham ancha qizig'i 15000 atrofida bo'lsa kerak. GTS Mustang mashinasi. Bu mashinamiz narx qo'yilmadi. Yo'q, narx qo'yganiga. Yo'q, narx qo'yilmadi. Auksionda o'zi shu yerda boshlansa kerak. Mustang GTS. Qo'yil. Nima deymiz? Lekin gap so'z yo'q. Siz istagan hamma mashina bor. Siz O'zbekistonda Malibu olaman degan pulingizga bu yerda qanaqadir inomarka olishingiz mumkin. Hisob-kitob qilib turib, mashina vayni bilan kelib, bemalol biror mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Lekin ishoning, shu mashinani kirillasidan yegan, mana kirillarni yechib отдельно olib berishgan, chunki nimaga ichiga hech qayeriga hech qanaqa udor o'tmagan. Qoyil. 5 ta boshlanadi ekan auksionimiz. Auksion kutamiz. Lekin YouTube'ga to'liq qilib joylayman. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Joninglar sog' bo'lsa, bu mashinalar rostmona Dubayda mashinalarning qadri yo'q deydi-yu. Shunaqa. Bu yerda qadri yo'q mashinalar. Qadrsizdan bo'lgan. Lekin bizda mashina olish uchun ancha yil mehnat qilinadi. Shuning uchun bizda buyumda qadriga yetishadi. Buni ham lekin yaxshi tomoni bor. Buyumingizni qadriga o'zingiz yetmasangiz birov yetmaydi deydi. Bu yerda lekin buyum qadrlanmaydi. Nimagadir shunaqa. Lekin baribir o'zingizni qanaqadir buyumingiz bo'lsa ham eskimi, yangimi chiroyli qilib, pokiza qilib, go'zal qilib olib yurganga yetmaydi. Meni fikrim shunaqa. Bizda hayotda bu yerda yurgan mashinalarni holatda ishini qabul qilmaydi. Bu yerda Pokistonliklar shunaqa sepadi kiraskan. Pokistonliklarda ham yaxshi ustalari bor. Lekin ko'p aksar hollarda Pokiston, Indiya shular kraskani o'ta ham usta bo'lganim uchun, usta bo'lmasam ham siz o'z u kraskani ko'rsangiz ham yig'laysiz. Rost mana ustami shu deysiz. Cadillac mashinasi. Bu sotuvda emas ekan. Sotuvdami bilmayman, endi tayyorlashyapti ekan. Shunaqa gaplar akalar. Dubaydamiz.